Bugun sizlarga do'konimizda eng tez sotilib ketgan ko'ynagimizni modelini ko'rsataman qizlar. Mana shu o'zim kiyib olgan ko'ynagimizni kelishi bilan ham tez sotilib ketdi. Yeng qismini qaranglar, qanaqangi chiroyli qilib ishlangan, shunaqangi fransuzski krujvalar bo'ladi va rezinkalar bo'ladi. Qo'linglarni qisib tashamaydi. Oldi qismida juda ham chiroyli va nejniy qilib Swarovski toshlar bilan bezatilgan. Ikkita chetida cho'ntaklar bo'ladi. Har kunligi bemalol maza qilib, udobniy qilib kiyib yursanglar bo'ladi qizijonlar. O'zim kiyib olganim shunaqangi qora bazoviy rasvetkasi bor. Bu yerda ko'rishingiz mumkin. Ko'zga bitada tashlanadigan shunaqangi bordoviy rasvetkasini olib kelib qo'yganmiz. Zirisi ham chiroyli qilib ishlangan. Qaranglar, qanaqangi asal bo'lib turadi ustinglarda. Yana do'konimizda shunaqangi izumrudniy rasvetkasidan ham olib kelib qo'yganmiz. Bunisi ham risi ham chiroyli bo'lib turadi. Toshlari ham shunaqangi o'zini rangidagi yashil rang bo'ladi. Qizlar mazza qilib kiyasizlar. Buni yuvib kiyurasizlar. Umuman kirishib ketmaydi. Materiallari dubayskiy shtapel. Narxiga keladigan bo'lsak 450 ming so'm, razmerlari 50 dan 64 gacha bemalol mos keladi. Hammalarni Xadicha brend do'konimizda kutib qolamiz.